Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi Beylisli darvozamizni o'rnatib bo'ldik. Samarqand Oqdaryo loyishga. Ko'rishlaringiz mumkin. Ha, ochib yopchi. Yurishlari akkurat. Yonboshga suriladigan bo'ldi. Hop, eniga 4,5, bo'yiga 3 metr bo'lgan bu darvozamiz. 1 kvadrat metrni 750 million qo'yib. Ochilib yopilishni ham ajoyib texnologiya qilib mashinani mana remennikidan qo'yib berganmiz. Mana shunday ochiladi, suriladi, yopiladi. Qimillam. Darvozamiz orqa ko'rinish. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar, nima qilamiz? O'zbekistonga yetkazib, to'lab qilib beramiz.